Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Bugun nima haqida gaplashamiz? Mana yasharkanmiz shunaqa paytlar bo'ladi gohida. İçimiz bo'shab qolgandek bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'ladi, boyagi nima deydi? Bo'sh idishni ovozi jaranglab chiqadi deydi-ku. U ham ishlamay qoladi. Hech jaranglamay ham qoladi inson. O'shaning uchun bu tam ma'nodagi bo'shlik hisoblanmaydi. Buni tagida hafsalasizlik bo'lishi mumkin bir qadar umidsizlik bo'lishi mumkin yoki xalqimiz chiroyli aytadi, taruzi qo'ltig'idan tushdi deydi. Mana shunaqa bir holatlardan yo'lga chiqib inson bo'shliqni yashashi mumkin. Hayotning to'lqini, hayotning dengizi bizni goh u sohilga, goh bu sohilga otadi. Endi bu bizni umrimizda tezlik bilan o'tayotgan mana shu yillarimiz ichida bizdan nima talab qilinadi? Alloh azza va jalla bizdan nima kutadi? O'zi bir narsa kutadimi bizdan? Meni nazdimda anglashimizni. Nega bu qadar sinov, nega bu qadar og'riqlar? Dunyoni kuzatarkansiz ayrim narsalarga chidolmay qolasiz. Nega bu narsalar bizga ko'rsatilyapti? Nega bizga yashatilyapti? Hamma davrlarda yashatilgan insonlarga. Nazdimda bir narsani anglashimiz kerak. Bu vaqt oqishi ichida nimadir anglashimiz kerak. Kelajakda nimanidir ko'ra olish, nimagadir nazar tashlay olish. Biz tog'dan, toshdan, hayvonlardan, ulardan farqlimiz. Ya'ni ular bilan bizni farqimiz nimada edi? Faqatgina hozirgi on bilan yashaydigan mavjudotlardan emasmiz. Biz o'tmishimizni o'ylay olamiz, tafakkur qilamiz. Kelajagimizni nima qilamiz? Tasavvur qilamiz. Ammo boshqalar unday emas. Bu bizdagi bu noyob nimalar bilan bir qatorda qobiliyat deymizmi endi buni? Endi bizni ichimizdagi to'plagan dardlarimiz bor. Va biz uni unutmaymiz. Tajribalarimiz bor. Shuning uchun bitta xatoni takror va takror qilmaymiz. Agar kimdir bir xatoni tez takrorlayotgan bo'lsa, demak nimadandir dars chiqarmagan. Tajribani qo'lga kiritmagan. Shunchaki uni yashagan. Kelajakka oid xavotirlar bizni o'rtaydi. Masalan, bugungi zamonning, davrning ayrim qanaqadir bir vositalari rivojlangan bo'lsa-da, insonning botiniy safari asl mohiyatidan o'zgarmagan. Botindagi safar aynidir. Bugun masalan yoshlar, ular bilan men ko'p suhbatlashaman. Ana o'sha ichki bo'shliqni
kattalariga qaraganda ko'proq his qiladi. Yoki bilmadim, suhbatlarda ichki bo'shliq hissi haqida biz ulardan so'rasak, bilmadim, yoshni qanchalik ahamiyati bor, lekin hamma boshini qimirlatib bu ichki bo'shliqdan xabari borligini ta'kidlaydi. Men ichki bo'shliqni bilmayman degan odam kam uchrasa kerak bugun. Bir ma'nosizlik. Hech narsaga yaramayman. Qo'limdan hech narsa kelmaydi tuyg'usi. Hayajonga soladigan nimanidir topa olmaslik. Qalbni to'ldiradigan bir zavq, bir jo'shqinlikning nimasi yo'qligi. Shu ya'ni hammamizga tanish bo'lgan, hammamiz aytish mumkin bo'lsa yomon ko'radigan bo'shliq bir hissi. Hech birimiz menga bo'shliq yoqadi demasa kerak. Agar ozgina uni atrofida o'ylasak. Kimdir yaxshi ko'rgan birini, suyukli bir insonini yo'qotganida qalbida ochilib, teshilib qolgan bir tuynuk bor. Bu tuynukdan hamma narsa nima bo'ladi dedik, ichkariga tortiladi. Vakuum. O'zini domiga tortib ketadi u tuynuk. Xuddi Musa alayhissalomning onasi kabi Janob Haq unga Musoni berdi alayhissalomni. So'ngra uni suvga oqizishni amr qildi. Onasi Allohga tavakkal qildi. Ammo bolasini suvga qo'yib yuborgan onidayoq nima bo'ldi? U tuynuk paydo bo'ldi. Huvillash, bo'shliq paydo bo'ldi ko'nglida, qalbida. Butun vujudini ulkan bir bo'shliq qamrab oldi. Kim bunaqa nimaga toqat qila oladi? Masalan, tushkunlikka tushib qoldim degan narsalar bu yerda unchalik ishga yaramaydi. Ya'ni tushkunlikka tushib qolishning darajasi bilan biz nazarda tutayotgan bo'shliqning darajasi hech aynimas. Bo'lishi ham mumkin emas. Sekulyar tafakkur, dunyoviy tafakkur. Bilmadim, meni nazdimda insonning ruhini qaysidir ma'noda bir yemirilishining natijasi deb ham o'ylayman. Buni hozir tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni aynan mana shu nuqtada ichimizni kemiradigan, bizni mavh etadigan, mavh dedim, mavh etadigan bir tafakkur, sekulyar tafakkur. Bu nima deysiz? Hayotning oqishi, boshimizga tushadigan qanaqadir savdolarni, umid qilgan narsalarga yetishmasligimizni, bilmadim, agar xasta bo'lsak shifo
topish yoki topmasligimiz barcha narsada tasodif bor deb qarash yoki har narsani tasodif tarozisi bilan o'lchash. Tasodif. Masalan, biz unday o'yla olamizmi? Tasodif deb. Bir musulmon, bir mo'min, bu ham tasodif, u ham. Biz uchun tasodif nima degani? Agar biz o'zimizni Janobi Haqning nazoratida emasmiz, Allohning nazoratida emasmiz, tasodifning quchog'idamiz deya olamizmi? Uning qudratini hichmi his etmayapmiz hayotimizda? Hech tafakkur qilmadikmi? Idrok deymiz buni. Idrok etdim. Hichmi idrok etmadik? Idrok etmay yashash. Bu bir oqimni tagiga tushib qolib mag'lub bo'lish demakdir. Har yo'qotgan narsa uchun keragidan ortiq qayg'uga botmaydi inson demoqchi emasman. Hamma qayg'uga botadi, ammo keragidan ortiq qayg'uga botish demakdir. Faqat qayg'uga botish emas, bir narsani qo'lga kiritsak kibrlanib ketishni ham nazarda tutyapmiz. Ya'ni hovliqib, ya'ni ortiqcha tushkunlik va ortiqcha hovliqish, kibrlanish, manmanlikka berilish. Buni idrok egalari qila oladimi? Menimcha qila olmaydi. Men hayotimda idrok egasi bo'lgan birini o'zini og'riqlarini oson birovga aytganini ham ko'rmaganman. Juda majburlasangiz bir uchini chiqarishi mumkin, bir imo qilib qo'yishi mumkin. Unda ham sizdan bir narsa talab qilish yoki bir yordam kutish emas, qattiq isror qilib so'raganingiz uchun balki sizni xotirjam qilish uchun istirobini bir nimasini bandachilik degan ma'noda aytib qo'yish mumkin. Aks taqdirda hech narsani aytmaydi. Xo'p. Hali vaqtimiz bor, suhbatimiz yaxshi davom etyapti deb o'ylayman. Ya'ni boya aytganimiz sekulyar tafakkur egalari deylik, yiqilishga mahkum insonlardir. Ya'ni xuddi bir yuk ko'taradigan kranni ostida qolib ketgan bir narsa, bir inson majruh bo'lganiday, bu tafakkur ostida ham inson majruh bo'ladi. Deylik, unday deydi, deydi, qaniydi uni ustiga bir yuk tushib ketdi. Deydiki, qaniydi shu yerdan bir 3 daqiqa avval chiqib ketsaydim, deydi. O'sha mashina meni bosib ketmasdi, deydi. Deydi. Yo, meni urib ketmasdi, deydi. Yo, bilmadim, menga ziyon yetmasdi. Ya'ni bu nima degani deysiz, mana biz ham shunday qilamiz. Qaniydi shuni kecha qilganimda, bu nima degani? Yoki mana buni qilmabman-da degani nima degani? Mana shu holatni bir idrok qilishga urininglar. Bu degani shu. Umrini o'tmishga qaytish ilinji bilan yashayotganlar yoki bugunini o'tmishga qaytish uchun sarf qilganlar. U ilinji bilan uni eslab, ehlar, ohlar, vohlar ichida.
biz qanday qilamiz? Biz har qanday holatda Allohni yodga olamiz va bilamizki, hamma narsa faqat unga bog'liq va unga qaytadi. Endi suhbatimizning boshida nima bilan boshladik? Ichki bo'shliq bilan boshladik. Qanday qutulamiz endi biz bu ichki bo'shliqdan? Javobi shunaqa qiyinmi? Nazdimda javobi qiyin emas. Allohga bo'lgan komil ishonch va tavakkul bilan qutulamiz. Men avvalambir suhbatda aytgandim. Hozir o'rni deb o'ylayman. Bu biz yashayotgan, ya'ni unutmasligimiz uchun takrorlayapman. Bu yashab turganimiz olam yopiq tizimdir. Nazoratsiz holda emas bu. Aksincha to'laqonli, butunlay nazorat ostidadir. Hayotimda bir narsa sodir bo'lishi yozilgan bo'lsa, u albatta menga yetib keladi. Eng dunyoni men hayolimga ham sig'dirmaydigan bir burchagidagi bir narsa bo'lsa ham yetib kelaveradi. Yerni eng tubida, osmonning eng ustida bo'lsa ham yetib kelaveradi. Qanday ishlaydi bu sistema? Men buni bilmayman. Bilmaganim uchun aytaman, Alloh yetkazadi deyman. Yetkazadi, Alloh asraydi, himoya qiladi deyman. Va hamd bo'lsin Allohga, hali biror marta demadim, bunday emas ekan demadim. Boyagiday qaniydi degan nuqtalarim bo'ldi hayotda. Balki juda ko'p bo'ldi. Degan joylarim. Ammo keyinchalik u meni xayrimga bo'lganini ham tushunib yetdim. Ko'p narsalarni. O'shaning uchun har bo'lgan ishda xayr bordir ham to'g'ri, alhamdulillah u ham, ammo har ish xayrlidir. Bu muhtasham. Har ish xayrlidir. Ammo biz uni hozir anglamaymiz. Biz uni keyin anglaymiz. Yetkazganida, ko'rsatganida, anglatganida. Buni anglash bizga nima beradi desiz, bir boshqa narsalar bilan solishtirib bo'lmaydigan bir sukunat, ta'riflash qiyin bo'lgan bir xotirjamlik, sakinat beradi insonga. Yana Musa alayhissalomning onasini eslaymiz. Dediki, qalb huvillab qoldi yani. Boyagi tuyni yutib ketdi har narsani u yerdagi. Ammo Alloh nima qildi? Birinchidan unga kuch berdi. Shu sabab o'zini qo'lga ola bildi u. Bo'lmasa qanday qo'lga oladi? Allohning va'dasiga mahkam bog'landi. Alloh bog'ladi. Bog'lamasa qanday bog'lanardi? Taslim bo'ldi. Nasib etdi Alloh. Qanday taslim bo'lardi? Bo'lmasa farzandini oqizdi. Mana shu narsalar, mana shunday
nimaga ishonch bizni bilmadim, qo'rquvlarimizni, xavotirlarimizni, ichimizdagi u bo'shliqni tomirigacha uzib tashlaydi. Ajriq uzganmisiz? yo bir keraksiz o'tni uzganda atrofi bilan olib uzasiz, tomiri qolmasin deymiz, ha? Yoshligimizda tomorqada ishlaganda yana chiqmasin, yana bizni boshimizni ortmasin bu. Tak tomiri bilan deymiz. Eng pastdagi tomiri bilan birga. Xuddi shunday bu qo'rquvlarni, xavotirlarni o'sha tomiri, tak tomiri bilan sug'urib tashlaydi. Chunki boya aytganimizdek, bu yopiq sistemani nazorat qiluvchi, ya'ni hamma narsani yagona nazorat qiluvchi zot Allohdir, haqdir. Biz bo'lsa bu tafakkur bilan unga bog'lanish. Bu bog'lanish eng katta omonlikdir va eng xavfsiz yo'ldir. O'tiribmiz endi bu yoqdan bu yoqdan fikrlab. Endi zaif insonlarimizda har doim bir xil nimada turmaydi. Mashina haydaganda biladi. Gazini bosib turmasangiz bir joyga borib to'xtab qoladi-yu. Gazini bosib turish kerak. Endi bu ishonchni gazini qanday bosib turamiz? Ya'ni qanday tirik saqlaymiz? Qayerdan quyamiz u yoqilg'ini? Bu ishonch yoqilg'isi qayerda quyiladi desangiz, namoz bilan quyiladi. Bizga aytmaganmi Robbimiz? Sizlar qanoatsiz qilib yaratilgansizlar. Halu, ya'ni xavotir olishga va vahimaga tushishga moyilsizlar. Atrof muhitdan tez ta'sirlanib qolasizlar. Ishlari yurishsa hovliqib ketadigansizlar. Teskari aylanib qolsa nima qiladi? Darhol boya aytganimiz xavotirga, qo'rquvga tushadi ular. Shunaqa yaratilgan. Bir yomonlik yetsa nima qiladi? Dodvoy soladi. Hamma narsa barbod bo'ladiganday vahimaga tushib qoladi. Bir yaxshilik yetsa nima bo'ladi? Ular hammasini faqat o'zi qilganday, o'zi munosib biri ekanday kibr, manmanlik bilan to'lib toshib bizga bunday ta'rif bermaganmidi Robbimiz? Bu bizdagi bu demak bizdagi bu holat baland, gohida unday, gohida bunday holat hayotni o'ziga xos bir tabiatidir. Bundan mustasno bir hayot yo'qdir. Ya'ni muttasil pastga qarab tushkunlikka tushish yoki bilmadim, muttasil balandlab uni orqasidan hovliqib ketish o'rniga xotirjam qolishni imkonini aytyapmiz-da. Bunday holatga tushmaslik uchun
boyagi yuqoridagi Robbimizni ta'riflagani, bizni ta'riflagani holatga tushmasligi qanday degan savolga Robbimizni o'zi aytyapti-ku, faqat namozxonlar bundan mustasnodir. Boyagi gazi bosib turishi uchun yoqilg'i bor ularda har doim degan ma'noda-da tushunarli bo'lish uchun bunaqa misol keltirdim. U yoqilg'ini to'ldirib olish namoz bilan bo'ladi-da. Shunda doimiy aytganimiz tirik saqlaymiz. Nimani? Ishonchni. Faqat namozxonlar bundan nimadir? Mustasnodir. Nimadan mustasnodir? Xavotir olish, vahimaga tushish, atrof muhitdan ortiqcha ta'sirlanish, bilmadim ishi yurishsa hovliqib, ishi yomon bo'lsa darhol nima deydi, qo'rquvga tushish, yomonlik kelganda dodvoy, yaxshilik kelganda men qildim, mana men deyish, kibrlanish, udur budur, muttasil tushkunlik, muttasil kibrlanish, bulardan illo namozxonlar mustasno. Vertikal bog'lanish. Gorizontal emas, vertikal bog'lanish. Tarqoq emas, jips. Namoz shu. Muazzam bir bog'lanish, vertikal. Mo'rtlik bor ya hayotimizda. U mo'rtlikni nima bor yana? O'zgaruvchanlik bor. Fitratimizda. U o'zgaruvchanlikni o'zimizni irodamiz orqali tuzatadigan, bizni muolaja qiladigan nimadir? Bu ibodatdir. Bizni namozimizdan Robbimizga hech naf yo'q. Robbimiz bizga davo, siz bunaqasiz. Omonda bo'lishni istasangiz, yechim bu deyapti. Biz xuddi bir namoz o'qimasak bir nima deydi? Bizga buyurilgan vazifani bajarmaganlik hissini yashaymiz-ku hammamiz. Namozimni qazo qilib qo'ydim, aybdor bo'lib qoldim. Bu ham bordir. Ammo asl nima bu emas. Asl nima? Biz nima deydi? To'g'ri yo'ldan adashmaslik uchun u nimaga ehtiyojimiz bor? Sog'lom bo'lish uchun ma'nan, fitratda udur budur. Uning uchun bizga buyurilgan u. Istasangiz mana keling bu yerda shoxobchadan yoqilg'ingizni olib keting. Shoxobcha bu yerda, masjidlarda yoqilg'ingizni quyib keting. Joy namozi ustida yoqilg'ingizni quyib keting. Bo'lmasa boyagi holatga tushib qolasiz ma'nosida-ku. Endi nima deydi? Ovozli fikrlab o'tiribman-da. Sizlarni ham sherik qilib. Shunday idrok etamiz masalalar. Har doim, har lahzada, har nimasida Robbisi yonida ekanligini his qilgan biri yolg'izlik, men yolg'izman deydimi? Masalan, qanday deydi? Nima? Balki insonlar orasida yolg'iz bo'ladi inson. Ammo Robbi qalbida ekan yolg'iz bo'la olmaydi. Uni ongli ravishda his etib tursa bo'ldi. Atrofi to'la odamlar. Ammo yolg'iz.
atrofida kimsa yo'q, qalbida Robbi bor, hech yolg'iz emas. Qalbida Allohni tashib yurmagan, ya'ni his qilib yurmagan biri nima bo'lsa ham yolg'izlikdan qutula olmaydi. Atrofi to'la odam, ota, ona, juftlik, do'stlar. Ular doim uni atrofida, qayerga borsa bir yonida, tamom. Ammo ular bizni yolg'izlikdan saqlay olishlariga hech biri kafolat bera olmaydi. Ammo Alloh azza va jalla siz qayerda bo'lmaylik yonimizda. Yani o kadar yaqin. Kitobida ko'p aytadi, ayting ularga. Ayting ularga deb tanbehlar, yo'llar unday ko'rsatiladi. Ammo Alloh haqida so'rashganda Alloh ayting ularga demasdan to'g'ridan to'g'ri javob bergan. Men albatta yaqinman. Juda yaqinman. Va duo qiluvchilarning duosini ijobat etaman. Duo haqida bir video tayyorladik. U yerda duoning nimaligi, qanday ijobat bo'lishi yoki umuman duoga nisbatan bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerakligi haqida u yerda ham bir fikr bildirdik. Istaganlar YouTube kanalimizda uni ham izlashlari, tomosha qilishlari mumkin. Hayolingiz faqat dunyoviy narsalar bilan band bo'lsa, o'sha sekulyar tafakkurdan bir payingiz bor degani. Hammamiz uchun aytyapman, bu siz deyapman, o'zimga ham aytyapman. Dardi faqat dunyo bo'lganlar o'sha sekulyar dunyoviy tafakkurdan bir ulushi bor odamlar. Tunda yotar ekan, ertaga bu deb. Ammo ana shu kimsasiz qolganimiz paytlarni sirlashishga, Robbimiz bilan sirlashishga ajratsak yoki bunday qilsak, hayot bu nima degani, sirlash degani, buni ham bir nima qilib aytib ketgan. Bizi hayotimizdagi voqeliklarga, hodisalarga Allohning darchasidan qarash. Bu masalada yani bu tabii qiyin-da. Biz har doim o'zimizni nuqtai nazarimizdan qaraymiz, ammo voqealar Alloh bilan sirlashar ekansiz, boshqa birdan yuqoriga chiqib qolasiz. U muammolardan yuqorida ekanligingizni ko'rasiz. U muammolar sizni parchalay olmasligini, sizni mag'lub qila olmasligini anglaysiz. Budir. Bizga keragi ham shu. İçimizde tirik bir batiniy olam yarata olganimizda tirik bu sodir bo'ladi. Biz harakatlarimiz, ko'rayotgan choralarimiz endi bular bekor ketib qoladimi endi? Aslo. Ama unutmaslik kerak bo'lgan bitta narsa ham bor. Ko'p ishlagan ko'p topadi.
ishlagan tishlaydi, ha. Bir sababini qilasiz. Ammo ko'p ishlagan ko'p topadi. Bu menimcha bir yanglish. Ko'pi Allohning iznidagi holatdir. Uning amriga bog'liq, berishiga bog'liq. Choralarni ko'riladi. Chunki bunga amr etilgan, buyruq berilgan. Chorasini qilasiz. Ishlaysiz yani. Mehnat qilamiz, ishlaymiz. Nega? Chunki Robbimiz bizga buni nima qilgan? Buyurgan. Sog'ligimizga e'tibor qaratamiz. Nega? Chunki Alloh amr etgan. Ammo yaxshi bilamizki, unutmaymizki, bu tadbirlar, biz ko'rgan tadbirlar harakatlar bilan natijalar kelib chiqadigan natijalar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri va qat'iy bir bog'liqlik yo'q. Aql bo'lish qanday bo'ladi bu vaziyatda? Sabablarni qo'llayotib, chorani, natijani kafolatlash uchun emas u choralar, nimalar. Balki nima uchun? Allohning amrini bajarish maqsadida ishga solsangiz, bu nima bo'ladi? Aql yo'l bo'ladi. Eng aql yo'l bo'ladi. Yoqub alayhissalomning qissasi eng yaxshi misol, namuna. Yusuf alayhissalom farzandlari Yusuf alayhissalomga bo'lgan kuchli muhabbati sababli nima bo'ldi? Umri davomida balki eng boya xuddi Musa alayhissalomning onasidek ulkan bir bo'shliq hissini yashadi. Uni yashab o'tkazgan bir Allohning payg'ambari Yoqub alayhissalom. Akalari Yusufni olib ketmoqchi bo'lishganda uni bo'ri yeb qo'yishdan qo'rqaman dedi. So'ngra tadbirini oldi. Yaxshilab qarab yuringlar, asranglar dedi va Yusuf alayhissalomni bola ekan ularga qo'shib berdi. Ammo yillar o'tib Yusuf alayhissalomning boshiga kelganlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo yillar o'tib o'g'illari Binyaminni olib ketishni so'raganlarida Yoqub alayhissalomning so'zlari nima bo'lgandi? Avvalgidan biroz o'zgargandi. Nima dedi? Men Binyaminni sizlarga emas, faqat Allohga omonat qilaman. Zotan Alloh eng yaxshi asraydigan va rahm qiladigan zotdir. Avvalgisida nima degandilar? Ukalaringga ehtiyot bo'ylab bo'ri yeb qo'ymasin deganmidilar. Ikkinchisida nima dedilar? Allohga omonat qilaman. Yana bir chora ko'rdilar. Nima? Misrga turli eshiklardan kiringlar dedi. Ammo orqasidan nima deb qo'ydi? Mening bu nimam, tadbirim Allohning hukmi qoshida sizlarga hech qanday foyda bermaydi o'zi aslida, ammo bu mening tadbirim. Ammo yanada Allohning aytgani bo'lar. Bu nima? Bu e'tirof. Bu nima? Bu donishmandlik. Bu nima? Bu taslimiyat. Tadbirimizni ko'ramiz, ehtiyotimizni qilamiz.
zimmamizdagi ishni bajaramiz va anglaymizki, natijalarni o'zi xohlagandek shakllantiradi. Kim? Alloh. Xo'p, endi menimcha xulosa qilsak to'g'ri bo'lsa kerak. Aziz do'stlar, hayot bu past, baland, tuproq, tosh, suv, qum, chang yo'llardan iborat. Sinovlar, ya'ni safar sinovdan iborat. Sinov safardan iborat. Ammo bu loy toshli yo'llarda, sinovli yo'llarda butkul qulab, sudralib qolmaslik uchun yoki bilmadim, bir yaxshilik kelganda kibrlanib qush kabi osmonlarda uchib yurmaslik uchun bir muvozanat, bir xotirjamlik maqomida qolish uchun, balki uni yagona va birdan bir yo'li Allohga bo'lgan komil bir nimadir, taslimiyat va tavakkal. Allohning go'zal ismlaridan biri Assalom. Nima degani? Omonlik berguvchi. Haqiqiy omonlik, chinakam huzur halovat assalomdandir. Na mol dunyoyiz, na boyagi sug'urtalar, na boshqa narsalar xotirjamlikka kafolat bermaydi. Har kuni ibodatlarda aytamiz, Allohumma antas salam va minkas salam. Ya'ni ya Alloh, sen salom, tinchlik va omonlik manbaisan va xotirjamlik ham sendandir. Hayotimizdagi har lahzada, har qanday qiyinchilikda ichingizda qandaydir bir bo'shlik his qilasiz, tushkun kayfiyatga tushib qolasiz. Buni ayting. Allohumma antas salam va minkas salam. Shunaqa do'stlar, diqqat bilan eshitdinglar. Rahmat sizlarga. Bugungi suhbatimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Allohga omonat bo'ling, duo qiling. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon. Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.